Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir katımlık üstü uçuk türmege aylanılan Şarkı Türkistan adlı programımızın 9. sanığı kelgirinlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli qeyrdinaşar bugün stüdyomuzga hem Allah'a ma'lum bo'lgandek har qatim stüdyomuzda sizlarga yaqindan tunish bo'lib ketdi. Hurmatli Adil Abdulg'afur akamni taklif qildik. Hurmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Allah rahmet olsun. Qadirli qeyrdinaşar biz bu programlarımızda hem Allah'a ma'lum Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan zulmlarni vahşi bastırış siyasetlerini paranlaşıp kilovatımız böyle siyaset cihetin elip bir vatkan olsun böyle bastırış cihetin ameli Xitay elip bir vatkan yolsuzluklar olsun bunu söyler paranlaşıp kilovatımız adlıkımızda Metfadlıkam biz ötken ahırkı şekilsel programımızda adanmış Cunhua medeniyeti bu uluq Cunhua ailesi dep bir yerdeki Xitayda yaşayotgan barlıq özüdün başqa milletlerinin bunun içine kirgizip zo'lab bu teşviqatni elib berayotganligi haqidagi mavzularni bir qator to'xtalib o'tgan tuxuninki aldikeni haqida. Endi biz yana uning ilgirki programmalarimizni shu Xitoy bo'libmi asosliq shu vatanimizdagi nimeniki shu atalmış Şinjan televizyon stansiyasida Uyg'urlarga qaratib elib berilib bu tashviqotlarninki ko'pinchisi Xitoy shu o'zininki vatanimizdagi har qaysi idora organlarida ishlayotgan o'zininki odamlarini, o'zining tarafdorlarini bu televizorga akirib chaqirib akab Xitoyninki siyosatlarini maqtat qilib qo'yadi. Xitoyning siyosatlarini tashviqot qilib kuchaygan shaklda bu mayli Ümit G'ani başçılıqdaki bo'lsin va yoki boshqa uningdan boshqa bugungi suhbat programmasi bo'lsin. Shu programmalardan aytib kuchab Xitoyninki bostirayotgan, Xitoyning elib berayotgan qonunsiz faoliyatlarining hammasini bu programmalarda, bu suhbat programmalarida butunlay yepib, pardilab, siliqlashtirib, zodi amaliyotda ularning qonunliq ekanligini, hukumatning qonunliq ish elib berayotganligini Muşunda perdazlab kelyotdi. Shu programmalarning ichida birisida o'tgan yil mesela 10 ayning oxirlari shu 10 ayning 26-kuni, 29-kuni o'sha Xitoyning Beyjingda ochilgan 13-5 yillik umumiy yig'in haqida yana shu Uyg'ur partiya amaldorlarini vatanimizdagi Uyg'ur bularni akilib yana shu Xitoyning shu pastki siyosatlarini Xitoyning elib borgan shu Xitoy qurilgandan tortib toki bugungacha elib berayotgan ishlari da qilgan taraqqiyotlari, qo'lga keltirgan taraqqiyotlari qancha yuksalganligi va buningdagi yana qanday qilmoqchi ekanligi va oxirida shu 13-5 yillik plandami nimalarni Uyg'ur xalqiga elib kelgan Uyg'ur xalqiga qanday foydalarni elib kelgan to'g'riliq bir muncha valaqshib sapsat satqan bo'ldi bu yerdami. Elbette onun hammasini bir yerda to'xtalib tilga elib o'ltirishning hojati yo'q programmamizda. Shunga o'xshagan yana demak shu siyosatlarni yurgizib kelyotdi shunda. Xalqning ming'isini yuyish, xalqni qaymoqtirish degandek. Amaliyotda xalqimiz bu zulmni tortayotgan, bu zulmni ustuxunigacha tekkan holatda tortib yashayotgan xalqimiz albatta bu safsatlarniki yolg'on ekanligini ko'pinchisi biladi, ularga sodiq shaklda ishlayotganlardan sirtimdi. Shundaq tashviqotlarga nisbatan qanday qaraylasizlar ko'z qarashlari Xitoy bu yerda nimani maqsad qilmoqchi? Bu savol yaxshi savol. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlar, barliq şu televizor, internet tor aldida o'tirib, bizning shu oddiy bo'lsa ham shu suhbatlarimizga istak bo'layotgan barliq qarindoshlarimiz buni yaqindan shu biz muhtimlardan biraz zurur deb qaragan temalarni bilginimiz o'tirib chiqqandan keyin ba'zi mushtariylar bunga biraz yaxshi bo'ladi degandek gaplar bo'lganligi uchun endi buni
endi bu düşmanga qarshi turishninki har xil usuli shakli bo'lgandan keyin bizni düşmanga qarshi turish ya'ni biz bu jihatninki beshi qalam bilan oxiri ilm bilan yani qurolliq bu doirada elib berildi degandek bundaq bir adabiy bir siyosiy fikrninki doirasida biz endi mushum bir Xitoyga bu bugungi kunda cho'ng bir harakat qilamasak chet elda mushu bo'lsa bir axborot jihatdan Xitoyning mushu butun xalqaroni bular islom dunyosini bular bizning xalqimizni mushu millatlar ittifoqligi qandaqligi jumhur millatlarning ayrilmas bir qismi degandek quruq sepsetildi millatni 100 yildan bir ig'ir aldab kelganligidek bir xil cho'ng kazzoblik aldamchiligini biroz pash qilishda hozir kimdir bir önüm bo'lib qoladi degandek bir ish bilan buni qilyapmiz ham xudoyim bilsin. Endi har bir qarindishimizning bunga samimiy qarashini umid qilamiz. Agar bu da'vatqonlarimizning hammasi yolg'on yoki o'ydirim bo'lgan bo'lsa, bu tarixga qarab baqsa, masalan, bular Zozongtang ishg'olidan bu yanqi 130 yil bo'lib qoldi. Hozir 1884-yildan hozirgacha mushu dastlabda Zozongtangning kirishi anandagi Jongshirin Yangzin Shing Seyandagi Gomindang, yana Jangjun deb anandagi Wangjin 1949-yili tunji qatim Qumuldan, yani 20 ming kishilik Xitoy atalmış azadlık armiyasi boshlab keraklik. Bugungi demak mushu Xitoy bilan mesela Manjusi Gomindang va hozir komissar bo'lsin 100 yildan oshgan bu tarixda zulm bir kim to'xtab qolgani yo'q endi. Lekin xalq hozirgacha bu bugun shu qadar zulm chekiga chiqib bu qadar ayvjagan bu tarixda bu reallikdan xalqimiz nodonlikdan bu ishni bilmay ko'pincha odam Xitoyga oldinliq. Endi biz yana ibrat olmaymizki endi Iroq tarixini ko'z tutmasakmi yaqinda yana shu Zozongtang ishg'olidan sabab bo'lgan yana Xotanning shu zamondagi Yoqubbek Xotanga vali qilib to'xtatgan Niyaz Hakimbek degan bir Xotanning valisi maxfiy Zozongtang yani menching hukumatiga setilib oxiri Yoqubbek badavlat hokimiyatini zahar ichirib o'ltirishdek butun bir badavlat hokimiyati butun biz Farg'ona butun O'zbekiston buni mushu Farg'ona o'ymalig'i tekilmagan o'ymalig'i tutashgan bir davlat qurilgan yani O'zbek Uyg'urning o'tirisida bir siyosiy bir umumiy siyosiy ijtimoiy bir gavda bo'lgan bir shakl holatda mush millatni mush davlatni satgan xoin yani Niyaz Hakimbek. Bunu tarixdan yana bilmay hukmlanib qolmadi. Niyaz Hakimbekning bugungi kunda Uyg'urning yaqin zaman tarixiga qiziqqan bir har bir kishi buni albatta bilib yetdi, tunib yetdi. Enadan keyin yana shu 1924-yil Abduqodir Damollamninki Qashqarni markaz qilib yangidan uyg'unish butun davlatchilik yana shunday bir e'tiqod islomiy aqida ustida mustahkam turib cho'ng aqida va siyosiy jihatdan yani davlatchilik yani millatlik yani vatan hukmi jihatdan cho'ng bir islohot to'lqini paydo qilib Abduqodir Damollamning rahbarligida Mamlakatli Tavfiq Abduxoliq Uyg'ur qatorliq ustozlarimizning bu zamanda shu qadar bir yangi bir uyg'unish, yangicha bir ma'arif islom bilan tarixni islom bilan bugungi zarur bo'lgan ilm fan birlashgan bir ma'arif uyg'unish islohot elib berilgan bu davrdami oxiri yani Xitoy yani shu zamondagi hokimiyat batil shu tag'ut hokimiyatlar yani ishi jabiki nodon odamlar bilan birlashib yana qadimdan chiqqan bir xil munofiqlarningki suiqasd uning yordamida Abduqodir Damollam qatorliq Mamlakat qatorliq bu ustozlarni shahid qildi yoki o'ltirdi, yo'qotdi. Bularning bugungi kunda shu zamonda yani Ömer Bay yani Qashqarning danglik bir mollasi. Shu Abduqodir Damollamninki o'ltirilishiga yana Shingsi hokimiyatiningki bizning Abduqodir Damollam qurgan Sharq Turkiston istiqlol jumuriyatining ag'dirilishiga zo'r sabab qo'shgan. Masalan, Abduqodir Damollam 1933-yili 11-12 kuni Qashqar davlat qo'ygan vaqtida bizning davlatimiz biroz qurildi, ammo biroz iqtisodiy jihatdan cho'ng krizis ko'rdi, namrat. Cho'ng biz Sharq Turkiston fuqarolari ataqanlarni biz davlatga umum bir mablag' bir to'plab bizningki oldi kelimiz butun dushmanlik qaplaqliq, masalan Xitoy, Rus degandek vaqtda inglizlar bor tarafida biz cho'ng bir iqtisodiy unum barpo qilib biz shu davlatning tashqi va ichki mudofaasini kuchlantirishimiz kerak. Bizning qurol yarog' setib olishimiz kerak. Biz navbatda iqtisodga muhtoj bo'ldik degandek gaplarni shunda qilgan vaqtda Qashqarningki
ak köngül, sadda, takvadar musulmanları, bulap ayalları, kolakları dikil, zir moncaklarını, altın bileziklerini, üzüklerini hemen çıkıp kıpaya geldik. Şu mezgilde Ömer Bay'daki bayla tonlu küplep, tağalap, sandıklap altınları öyle saklagan bayla. Damollam şu çağda şu Kaşqay'ın meşhur baylardan muşunda iqtisatını muşun bu devletinin muşu tunca kuruluş bir işlerine yardım kırınlar dese onlar az şu tulğutullardan çok farkı bolmagan narsalarni hediye qilib qo'yib degandek aşındagı bu ümmetke soň satqınlyk qilgan. Hem demek keyin şu Şarq Türkistan istiqlal Cumhuriyet şu devletimiz Şıngıssay tarapdan paçaqlanıp yo'qolgandan keyin Şıngıssay şu Ömer Bay'daki baylarning öýleri kelip nurgun altınlarını tağa-tağalap, sandıklap besip ketkenligi. Hatta Ömer Bay'ını yalaňaçlap tuğuzup koyup, kızık yoğan kazanğa mayını çüşütüp koyup, mayını süpüge geçilip, bedeniga her bir çaş kalmakta, her bir çaşsa küpte altın iqra qilganligi ve eçbergenligi. Demek bizninki baylarımızdan nadan, bilimsiz bay, iqtisatqa bağlanıp ketken, pulga şu kadar çokunup ketken baylarımızdanki bu milletke qilgan bu asiligi, bu satqınlığı, xainligi tarixda az emas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde benim ümmetlerimden içinde fakat sizler yaxşı biladi buna ümmetimden butperest bolup ketişini ensiremeyme am dunyoga birisi ensireme degan bir meşhur hadisi. Demek bu 1900 yıl burun deyilgen bir peygamberning bir sözü. Demek bu neme degan uygun bir. Demek insanninki mal dunyoga birlik ketişi fevkalade insanni bütün umumiy insoniylikdan, g'urur vicdandan, insafdan butkul ayırıp hayvandan beter bir narsaga aylantirganligi bu aniq ekan. Bugun demek deb kelsak yani şu bu xainlik yani bizni oyg'atmadi. Niyaz Ekinbekninki xainligi yani bu Şıngıssay zamanındaki bu devletimizningki Abdülkadir Damollamning qatlam qilinishi eningdan boshqa Mehmet Efendi Tevfik Katarlık 300'e yakın dağlık şu zamanki ziyadelerimizin Kaşgar'ın tör yavağda bir zalık kamılıp bizince hemimiz bağlak 300 edemden tirik köydürü bitilişi. Enindin keyinki Abdülkadir Damollam'ın ki katlı kılınışı. Enindin ki ta şu 1944 yılı bütün bizdeki Şimali Şarkı Türkistan rayonunu bütün fethi kılıp 30 minglagan kurallık munzim asker olgan bir devletden setilip ketişi ama Abdülkerim Abbasov'dek bir kısım kişiler şunu sebep bulaklık emdi. Demek biz şu Zozun Tağ'ın zamanındaki bedevletini satkan, Abdülkadir Damollam, Mehmet Efendi Tevfik'ini satkan, Abdülhalik Uygurlarını satkan, enindin keyinki şu 44 yılındaki devletini satkan bu meşhur bu dağlık hainlerden biz tek ibret almadık. Helime hem bugün hikayeci bu çok küçük bu milletin içinden çıkan bu kadar elki Tuzgepen şorluk bu urq qurğur bu hainler helime ağıp belki çıkmakta. Demek Xitay bunu neme için nadan milletten, bilimsiz milletten hain, casus, münafık öz halkıga, öz iliga satqınlık qilgan bunda nada adamning köp chiqadiganligini Xitay biliylik. Çünkü Xitay mush asrning 5'ida amdalqi nemedan urushdi emasmi Yapon bilan. Xo'sh. Xitaymi o'tganki nima deb o'tib ketdik. Xitay tarixda mushu Şərqnin kesel köprüsü deydiğim bir laqam, bir Vietnam şundan bir hakaret atlıqlı Xitay. Yani Xitay'ınki bu kadar zayıf hem de hili yapıllıkka, hili başkalarga, hili Mege Şangang'ın koldan kesilgendek muş jariyallarda Xitay fevkalade şunday zayıf yaşagan haletlerde Yaponninki ya başka adamlarning Xitayning tuprog'iga besib kirishning o'zimi Xitayning o'zi Xitoy bilan tunib yetgan o'zining nadonligidan nurg'un xalqi pulga, huquqqa, imtiyozga setilib bu Xitoyninki ishlariga shu qadar ziyon yetkazganligi uchun Xitoy buni o'zining tarixidan yaxshi oshsoq iliqligini. Shuning biznimi mumkin qadar ilimsiz, bilimsiz siyosetdan, aqidadan o'z millatining milliy islomiy kimligidan yiroqlashtirib, faqat o'z millatiga, xalqiga, din aqidasiga kuyinmaydigan, vafosizlik qiladigan bunday bir tuzkor adamlarning ko'plab chiqishiga Xitoy shu 100 yillik tarixda, bulab 40 yillik tarixda biroz buning aziz sabab qo'ldanliq. Shuning sababidan demak endi yana 44-yildagi hokimiyatning qo'ldan ketishi, undan keyin ta bugunga qadar hamda bizning hamda yuqorisi atalmış avtonom rayonninki yuqori darajalik rahbarlaridan tortib tövni mahallaviy boshliqlari, sekretarlari qadar endi
%80-90% adam putkil demasek bunun esilleri bor. Ama putkil adamning hammasi o'ziniki butun bir millatga, o'z davlatiga, o'z aqidasi, o'z diniga, o'z xalqiga, o'z vataniga shu qadar sotqinlik qilayotganligini bular asli tuymaydi, bilmay ketaylik. Bular hamda shu bizning halqi mush 100 yildan beri yetilgan diniy olimlarimizniki diniy aqida hukmi siyosetdan ayrilib ketganligi uchun, siyosetdan ayirib tushunganligi uchun yoki tavhid hukmidan ayrilib tushundirilgan va tushunganligi uchun yoki ilmni qanday qilib siyoset bilan, davlat ishlari bilan, tavhid ishlari bilan, ya'ni tavhid ilmi bilan o'zini yiroq sanab yoki undan mahrum qilishdek bir xil sabablar bilan Xitoyniki ashundaq bir sharoitni yaratib qo'yishi yoki yo'l ashundaq bir suiqasd qilishi bilan biz ashundaq tavhidsiz, siyosatsiz davlatchilik ilmidan mahrum qolgan bu xildagi o'z xalqiga, o'z millatiga, vataniga ko'yinmaydigan, balki osiylik qiladigan mandaq bir avlodning yetilib qolishiga shu qisqagina tarixda Xitoyningki cho'ng qo'l silishi bilan, qo'l tiqishi bilan o'zimizning nada adamlarningki nasishib berishi bilan bundaq bir holat shakllanib qolganlik. Bu biz uchun cho'ng bir ofat endi. Endi shuningdek hamda hozirmi ham shu kiryapmiz Yevropada bo'lsin, O'rta Sharqda bo'lsin, mayli bu Yevropa balki islom ellarida bo'lsin, Uyg'urningki barliq Xitoyga qarshi milliy islomiy jihat butun da'volariga sotqinlik, xoinlik qilib bu ishlarni urqidan bijit qilishga urinayotgan, ya'ni bizdan bo'lgan Xitoy tarafidan shu qadar mukammal tarbiyalanib chiqqan jasuslar az emas. Xo'sh. Uni programning oldimizdagi soatlarda yeni programni oxiriroq qoldirib qo'yaylik. Chet eldagi Xitoyga ishlayotganlar mavzusini men boshda so'rgan sualimdagidek Xitoydan masalan shu o'tgan yil oxirida ichilgan bu yig'in 13-5 yillik yig'inda Xitoyning qo'lga keltirgan sapsatil qo'lga keltirgan natijalarini maqtab ketgan buningdan keyingi qo'lga keltirmoqchi bo'lgan narsalarni hadab tashviq qilganligini so'zlab o'tdim. Bu shaxs biroz to'xtalganmizlar. Endi bu Xitoy endi tarixda bo'lib shu Xitoy kommunistlari biroz yilqima o Manchung hukumati yoki Gomindang deb atalgan bu hukumatlar 1949-yildan burungi Jungur hokimiyat so'g'allar yoki bugungi xalqaro bular g'arb ellarida bozor deb yozgan demokrat kishilik huquq deydigan bu seviyada bu huquqni davlat idora qilish eng bilan biroz idora qilishga u zamonlarda 1949dan burun hamda hali bizning bu Manchung yoki Gomindang boshqargan bo'lsin bizning tuproqlarimizni biroz mahallaviy qozi mahkamalari, mubtiliqlar, shuningdek hamda shar'an idora qiladigan normal jihatdan. Masalan, Qashqarning ko'chalarida yuzi yeb uchiq ayollar mang'anmaydigan, adil qozi mahkama sharilardan qo'llarida qamchi tutgan do'g'lar, yana bozor boshqarish xodimlari, beshiq sella urgan, atlarni mingan, islomiy kiyingan chiqib yüzünü yap deb ayollarni, yüzü uchiq ayollarni biroz yüzini yepishga da'vat qiladigan, yüzini yapqunmagan ayollarni qayta ularni tarbiya qilib, uni oxiri jazolaydigan mandaq bir holatdan yashab kelaylik endi. Endi bo'lib shu 1949-yildan keyin endi Xitoy kommunistlari bu tuproqqa kirgandan keyin endi Manchungning, ya'ni Manchu hukumatining yoki Gomindangning Turkistonni idora qilish jihatidagi ba'zi bo'sh siyasetlerini Xitoy o'zinincha endi Xitoyningcha bu bo'sh siyosat qo'llangan bular biroz echib etgan degandek biroz xo'sh qarab bularni o'zi bir dinsiz kommunist bo'lgandan mana bu Gomindanglar bo'lsin yoki Manchular bo'lsin, ular qanday bo'lsin, yo Budda dinida bo'lsin, yo xristian bo'lsin, qanday bir aqidaga ega bo'lganlik uchun bular normal deb qarab kelgan endi. Xitoy, kommunistlar endi bu faqat dinsiz, hech qanday bir e'tiqodga tabi bo'lmagan faqat shu dinsiz kommunist bo'lg'achqa bu favqulodda bu zaminni bir butun yutib olish, bir butun o'zining qilishdek bir jiroqdan ashunday o'zinincha jiroqni ko'rarlik bir xil suiqasd plan bilan bu vatanga ashunday bir qo'l solgan. Endi demak Xitoy 1949-yil bu zamonga kirib
53 yıla kadar 4 yıl jarayonida biraz bu vatanning umumiy tuproqlarini bir kuzatib, mesela Xotandan Qumulgacha, Altaydan bo'yni Lopnur Şizang Tibet chegiralarigacha bu keng tuproq bo'lganligi bu tuproqning umumiy vaziyat siyosiy, ijtimoiy umumiy vaziyatini biraz kuzatmak uchun 1-2 yil, 5-4 yil avval bo'lgan bo'lsa, faqat bu hozir Xitoy kuchab tashviq qilayotgan va tashviq qilayotgan shu hozir navbatda 13-chi qatimliq bo'ptimish, 13-chi qatimliq 5 yillik planninki birinchi qatimligi birinchi qatimliq plan proje shu 1953-yili buni yo'lga qo'yilgan ekan. Endi bu bugungi kunga qadar 2015-yili 10-oyga qadar 2015-yil 10-oyda 10-oyning 26-dan 29-gacha yana 2 kun yana Xitoyning markazini Xitoy markazida ham shu 13-yillik 5 yillik planni yo'lga qo'yganligi hamda bizning Turkiston yana atalmış Şinjan'a nisbeten ijtimoiy taraqqiyot ijtimoiy taraqqiyotni yo'lga qo'yish, xalqning turmushini yuqori ko'tarib, xalq sizga yetkazishda qo'rqish siyosati bilan bu Turkistonga manda bir ayrı bir siyosiy qo'llanmalar bo'ladi. Endi bu 50 yil tarixini deb kelsak nurg'un ishlar bor. Bu yerda masalan Xitoy birinchi qatimliq 5 yillik planida eng birinchi qatimliq 5 yillik plan 1953-yil bu plan o'tirdi qo'ygan bo'lsa, 1 yil 54-yili, 55-yili 1,5-2 yil tayyorlik qilib olib, bu Turkiston tuprog'ini biz nima deb ataymiz? Deb axiri o'zingizcha shu faqatla ishkircha shunday Şinjan ismi deb qo'yiblar, faqat hech qanday bir boshqa bir atalib qo'shmaydi. Shunday butun o'ziningki mengu o'zining vatani ekanligidek shunday bir o'ziga mas bir ismni qo'ymoqchi bo'lgan. Ammo shu chaqdagi yangi bir ibtidoiy ishg'oliyat bo'lganligi uchun boshda Xitoyning ichimda o chaqda Şinjan Uyg'ur avtonom rayon degan ismni qo'ymoqchi bo'lib, shu chaqda Seyfuddin Aziz qatarlıq şu adamga agashgan bir qism shu chaqdagi 3 viloyat inqilobidan qolgan atalmış adamlarni azdirgab turib huquq berib, Burhan Shahid degandeklarni huquq berib, uning ta'blash sharti bilan hamda Şinjan Uyg'ur avtonom rayon deb ism qo'yib 1956-yili bu avtonom rayonni qurgan bo'ldi. Ana bu shuni quriblamandan keyin bular shu 57-yil atrofida yana yer islohoti, butun xalqningki yerini tortib olish. Endan keyin 58-yilga kelgan vaqtda ijara kemeytish, butun dangliq mashhur tijoratchi karxonchining hammaning butun iqtisodini ayirish. Qaysi mavi Xitoyning birinchi 5 yillik hozir biz mayan degan ma'lum gap biroz uzrab yurdi bu yerda. Bu navbatda shu ko'ngildagi so'z programmasi deb bir programma bor. Bu 5 yil bo'ldi va Turkistonda Uyg'urlar bu taqab kelyapti. Bu Umid G'ani degan bir odamning riyosatiga berildi bu. Bu shu 2015-yili 10-oyninki 15-nechisi 10-oyninki 26 kunidan tortib 29-gacha elib berilgan Xitoynikilik planliq 13-yillik 5 yillik plan proje. Endan keyin hamda uning Uyg'urlarga nisbatan, ya'ni Sharq Turkiston qarta buning qanday qo'llanish to'g'risida degandek bir mazmunda bu yerda 423-son, ya'ni ko'ngildagi so'z programmasininki 423-sonda bu yerda Ali Abdullah yana İlham Mutallib deydigan ikki kishi, yana atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik partiya maktab tadqiqotchilari bo'lmuş odamlardan ama shularni taklif qilib bu yerda bir ko'ngildagi so'z programmasi uyushtirgan bo'ladi. Endi mayada buning deyishicha 1953-yili birinchi qatimliq 5 yillik birinchi qatimliq 5 yillik planniki umumiy yo'linishi qanday boshlandi, qanday boshlanmoqchi, qanday boshlangan bo'lib bekitildi degan temani so'zlab kelib, bular butun Sharq Turkistonda umuman Jungo tuprog'ida birinchi aviatsiya, yana butun aviatsiya qatnashlarini butun taraqqiy qildirish, umuman havodan havo mudofaa, ya'ni Xitoyninki
bütün hava müdafiye ve kuruluk müdafiyenin umumiyeti harbiy taraqqiyotni qo'lga keltirish, endan boshqa butun davlat miqyosida hamda yezigilik qurilishini, suv inshootini taraqqiy qildirish, endan boshqa yana debto va yenik va ig'ir sanoatlashgan, masalan, ig'ir va yenik jihatdan umuman sanoatlashgan bir davlat qurib chiqishdik, shunday bir chiroyli, go'zal atalg'ularni qo'yib, xalqni pat yaqinda 5-10 yildan shu qadar boy qilib yetib, qo'shiqtoq bütün hava uçup yürüydiğen, bütün yollar asfaltlaşkan, şu kadar maşinlaşkan, acayip katı bir devlet kurulduğun şekilde bütün Cüngü halkını bu celbe kırıklık vaktayla. Ama şu 1953 yılda bu sızgan bu plan projede bula, şunu hak ilan kılıp hakını aldap tırıplam, tunca kaydım, bula bizden Şarkı Türkistan tıpırıqıda, yani Şinjan Uygur Abdülhamid Rayın degendeki bu atalığını biz Abdülhamid'e hukuk yani berip, Abdülhamid hukuku degenden ayrı müstakil devletten tüven. Ama fakat yoki Uygurlar tufriqiga yoki Xitoy tufriqiga hamda bir tashqi tarafdan bir harbiy hujum kelsa, shunga barabar qarshi turdi deydigan mandaq avtonomiyaning ma'nosi bu asli. Xo'sh. Harbiy jihatdagi siyosiy birlik, ammo ijtimoiy jihatdagi bütün iqtisod taraqqiyot, zemin, territoriya jihatdan bir-biriga qanday erishmaslik degandek manda bir avtonomiyaning nasi bu asli. Ammo xalqni Muşunda aldap muş yapılarla onu kontrol kabul edip halkın umumiyetini mail kılıp edip andan bizim Uygurlar nispeten andaza lakin icari kemeytiş bütün ticaretçilerin ki melin tatip ediş sözgelini çoğuşturuş yer islat bütün yerini tatip ediş 61. yılı andaza 60. yıldan başlayıp bütün Kur'an-ı Kerim'den başlayıp Kutsal Kubuk Türk Tiller Divanı bütün Uygur'un 1000 yıllık neçe 1000 yıllık tarihi manevi ve maddi medeniyetlerini hemini köydirip külük sorup yok düştük. Demek mandak başlandıgan bu birinci katimlik birge til kalimatkan 13. katimlik 5 yıllık planınki en birinci tuncisi olgan 50 kişinin başlandıgan birinci katimlik 5 yıllık plan bu şekilde başlandıqlık. Hoş. Hürmetli televizyon bu programımızdaki birinci bölümü dışarıda biraz istirahat verimiz. Birdemden keyin inşallah kelgan yerimizden başlap devam qilamiz. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin.